Xullas, hozir sizlarga o'zim hayotimda bo'layotgan bitta istoriya haqida gapirib beraman. Men ajrashganman, 35 yoshdaman, 3 ta farzandim bor. Hech kimni tegmayman. Uyimga fitnessga boraman, ishga boraman, qaytaman. Restoranlarda qilib tutib o'tiradigan odatim yo'q. Вообще hozircha turmush qurish niyatim ham yo'q. Allohdan bo'lsa, uchraydi. Я, короче, не в поиске, не заинтересованная, de. Xullas, bitta bolacha atrofimda o'ralashib yuribdi, o'zimdan 2 yosh kichkina. Men senga uylanmoqchiman. Seni 3 ta farzanding borligiga qaramasdan, men senga uylanmoqchiman. Faqat meni pulim yo'q. Хорошо, dedim. Okey. Bu muzika bir Mozart asariga o'xshaydi-da, bir bilmadim. Eshitgan saringiz bor-ku, qanaqadir anu transga tushib qolasiz-da. Просто okey. Meni rasxodlarimni, meni farzandimning rasxodlarini sen menga uylansang kim qiladi desam, to'xtab tur, sabr qil deyapti. То есть bola tug'il bo'lgan. Bola konkretniy yeydi, ichadi, o'qishiga boradi, konkretniy odam. Uni menga uylanmoqchi. Menga rolik jo'natyapti. Ayol kishi sabr qilish kerak. Ayol kishi sabr qilsa, erkak kishi oyoqqa ko'tarilib, erkak kishi u ayol kishini oyog'iga guldan dasta qilib to'kib qo'yarmish. Azizlarim, men 35 yoshdaman, men ajrashganman va men bekorga ajrashmaganman. Azizlarim, men aynan o'zimni tipimdagi ayollarga gapirmoqchiman va meni hayotimni tatib ko'rgan insonlar bilan gaplashmoqchiman. Azizlarim, bizani oyog'imizni tegiga faqat ko'z yoshi poyandoz qiladi unaqa erkaklar. Chunki men uyi yo'q, puli yo'q, mashinasi yo'q, ishi yo'q insonga turmushga chiqqanman. Вот честно, клянусь. 3 yil bomsh bo'lib yashaganman. Kvartiradan kvartiraga ko'chib, smetana bilan rotnidan boshqa narsa ko'rmaganman men. Meni yeb ichishimni ko'rgan odam hozir bu yurishimga oldin yuruvdilar-ku. Sassiqxon deydi, например, de. Umuman eshigimni arendachi taqillatib kelsa pul yo'q edi. Men o'shanaqa inson bilan ko'tarilganman. Lekin u insonni puli ko'payganida Rolton, smetana, yomon hayotdan qanaqa kechilgan bo'lsa, mendan ham xuddi shunaqa kechilgan, понимаете? Bir tiyinga aylanganman. Tiyin 0. O'zing aybdorsan deyishinglar mumkin. Da, men aybdorman. Unaqa insonlarni tanlamaslik kerak. Men u insonni tanlab, со мной можно deganman. Можно со мной сметану есть, можно со мной Rolton есть. Men mana shunaqa bitch hayotga ko'nib ketaveraman. Menda уровень yo'q deganman men. Shu narsaga ko'nganimda. Ko'malaring. Normalniy mujik puli yo'qligida o'ylanaman, siz bolalaringiz bilan olaman qilmaydi. Boradi-da, ishlaydi, bir ikki so'm topadi-da, keyin g'urur bilan mujik bo'lib, normalniy odam bo'lib keladi-da, предложение qiladi. Men shu ritsarlar zamonidan kech olmayman, bilasizlarmi? Men uchun ayol kishi ojiza, zaifa bo'ladi. Imkon yo'qligidan biz kuchli bo'lib ketamiz-da. Shunaqa hayot bizani tarbiyalab qo'yadi. Iloji yo'q, biz kuchli bo'lib ketamiz. Lekin mana shunaqa baribir sher ayoli oldiga kelib, qo'ycha kelib, ertaga men sher bo'laman desa, boramiz-da, yeb boramiz. Поэтому unaqa ayoliga tiqilmalaring tengi bilan есть люди, которые masjidda tishib o'tadigan odamlar bor-da. Bunaqa ovechkalar erkaklik g'ururini, hamma erkaklarning g'ururini to'kib qo'yapti-da. Keragi yo'q. Or qilinglar puli bor qizlardan. Masalan, imkoniyati bor qizlardan or qilish kerak. Sen uni 3 ta bolasi bilan naxuy keragim bor deb o'yla. Кому ты нужен без денег? Ебанашка вообще.